Oy, kelin degani ham shunaqa bo'ladimi? Hovlilarni, ko'chalarni ertalab supuring desam, "Oy, oyijon, shu nonushta qilishga ulgurmayapman, kechqurun supuraman" deydi. Bor yo'g'i 7 xilgina salat qilishni biladi. Tunov kuni xaladis qilamiz deb erim kalla pocha olib keluvdi. Kelinga aytsam, kalla bilan tuyoqni kuydirishni bilmas ekan. Onang o'lgur o'rgatmaganda nima deydi? "Oyijon, bizni uyda sotib olamiz xaladisni" deydi. Bo'lmasa, borib onangnikiga borib olib kelgin xaladisni dedim. Biramnimjon. Bozorlik qilgani bozorga olib chiqdim. "Oyijon, men og'ir ko'tara olmayman" deydi. Dunyoda 2 qat bo'lgan faqat bitta shu.